Har yili gullar bayramining chiroyi haqida gapiriladi, lekin xalqimizga tegayotgan foydasi haqida gapirilmaydi. Shu haqida ozgina. Bu yil Xudo xolisa 8 trilliondan ortiq xizmat servis sohalarini ko'rsatish kutilyapti. Bu albatta bun tagida aholining bandligi va ishsizligini oldini olish yotibdi. Xabaringiz bor, yaqinda Namanganda xalqaro gullar festivali start oldi. Bu bayram barcha yurtdoshlarimizga mana shunday rang-rang gullardan bahramand bo'lish imkonini yaratmoqda. Qolaversa, aholini mo'maygina daromad olishini ta'minlamoqda. Qanday qilib? Aynan mana shu savolga birgalikda javob olamiz. Qayerdan keldingiz? Men Namanganliman, Sheybi. Sheydanmi? Oldindan gul savdo qilamidingiz? Ha, 50 yil o'tmishdan bos qilaman savdo. Kuniga qancha topasiz? Ha? Kuniga qancha topasiz? Kuniga topitganimni aytmayman. Nega ko'z tegadi. Ha, ayting endi biz 500 ming, 400 ming. Non sotyapsiz. Qayerdan keldingiz? Pervalda. Daromad qanaqa bo'lyapti? Yaxshi. Yo, u yerda sotganingizdan bu yerda sotganingiz farqi nimada? Yaxshi bo'lyaptimi? Ma'vatga yaxshi, ha. Necha pulda endi nonlaringiz? Ha, bular 9 mingdan, bular 10 ming, 11 ming. Kunlik daromad qanaqa? 200 ming, 300 ming beradi. O'tiribmiz. Savdolar qilib. savdolarni qilib, qancha pul topasiz? Daromad qanaqa? Yaxshi. Qancha? Ko'p. Qancha? Aytsam bo'lmaydi. Qulog'imga ayting bo'lmasa. Qulog'imga berkib turing qulog'imga. Ayting. 5 million Kuniga. kuniga. Rostda? Rostdan. Siz 40 kunda boyib ketar ekansiz? Boyib ketaman-da. Boylik umidimdan chiqyapman-ku. Bayramni tashkil qilganlarga kattakon rahmat. Men Namangan o'sha Popidan kelganman. O'sha yerdan olib kelaman. 8 olib kelib 10 ga sotyapman. Daromadim Xudoga shukr yaxshi. Bitta sotganimda shu daromad 400, yaxshi bo'lsa 300, 400 atrofida bo'lyapti. O'tgan yil ham rosa yaxshi daromad topib ketganmiz. Xudo xolasa mana shu gul bayrami tugagancha shu yerdamiz. Gul bayramida ayron sotyapmiz. Oilamga yordam beryapman. Daromad qancha o'g'lim? Kunlik daromad 200 ming, 300 ming bo'lyapti. Andijondan keldik. Daromad qala, gullar bayramining foydasi bo'lyaptimi? Ha, foydasi bo'lyapti. Qancha yaxshi. Kunlik daromad qancha? Qanchalik sotyapsiz? Necha pul sotyapsiz? 500-600 bo'lib turibdi. Kichkina guldan men 10 ming so'mlik sotsam, tezda ko'p sotiladi gullarim. Demak, asosiy daromad shundan uyga. Shundan. Buni eng arzoni ko'chatlari 20 mingdan, gulli borlari 40 ming, 50 ming, eng baland narxi 120 ming. Bormi? Yaxshimisiz? Salomatlik. Ismim Gulsanam. Qayerdan keldingiz? Andijondan. Andijonda Paytug'ini Botirobod degan yerida. Gul sotgani keldi gullar bayramida. Demak, bu yerda savdo yaxshi. Yaxshi, Allohga shukr. U yoqdan Narsa tushib kelyapti. Yoqda ham yaxshi. Bu yerda ham unda yaxshi. Qancha pul topasiz? Daromad. Endi har xil. Kuniga. Kuniga 1 million 200 ming, 1,5 milliongacha boryapmiz. Turpog'imizni endi pulga aylantiryapmiz-da, mana ko'ryapsiz-ku. Bunda hazlaka mehnat qildingmi? Yana kelam Xudo xolasa kelamiz.